Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ayriliqdagilar uchun ko'ringlar, oldin munosabatda bo'lganmiz, nega hozir uzoqlashib qolganmiz, sovushib qolganmiz yoki ayriliq arafasida turibmiz degan mavzu bo'yicha ko'ring deb aytib o'tgan ekan. Xo'p, unda biz kartalarga o'zim energiyalayz yuborgan holatda u insonni yoshini, turmushini ko'z oldingizga keltirgan holda kartalarga o'z energiyalaringizni yuboringizlar va karta tanlov qilingizlar. Biz har doimgidek ikkita variant qilamiz. Munosabatlarda nima gap so'z, nega munosabatlar chigal holatga kelib qoldi degan mavzu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Kartalarga o'z energiyalaringizni yuborgan holatda menga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Men har kunlik bir 2-3 ta rasklad qo'yib boryapman. Inshaalloh har qanaqa foydali nimalarni, raskladlarni qo'yishga harakat qilaman. Xo'p, Darsha, hayotingizda nimalar bo'lgan? Oldin hayotingizda qanaqa narsalar sodir bo'lgan, qanaqa nimalardasiz? Bilasizmi, hayotingizda Alloh tomonidan, taqdir tomonidan sizga juda ham ajoyib nimalar, tuhfalar berilgan. Hayotingiz chiroyli tarzda o'tayotgan bo'lgan. Taqdir sizni qo'llab turgan bo'lgan. Ko'rinyaptiki, mana chashka ichida to'la yorug'liklar, mana atrofdan chashkani qat'iy ishlab turgan ayol kishi tasvirlanyapti. Hayotingizda qat'iy bir baxtga ega bo'lgan inson bo'lgansiz siz vaqtida. Yorug' kunlaringiz rosa ko'p bo'lgan, sizni sevgan insoningiz tomonidan ham sevilib, bir ardoqlangan inson bo'lgansiz. Xo'p, sevgan insoningiz hayotda ko'zingizda qanaqa inson bo'lgansiz? Juda ham qat'iy, jasur, o'ziga jalb qiluvchi, o'ziga ishonuvchi ayol bo'lgan yoki inson bo'lgan deb tasvirlanyapti bu yerda. Kuchli shaxs bo'lgan deb aytib o'tyapti. Hayotingizda bilasizmi, yana juda ham mo'l-ko'llik bo'lgan sizni hayotingizda. Har tomonlama, baxt tomonlama ham, pul tomonlama ham, omad tomonlama ham rosa omadli, mo'l-ko'l boylik sohibi bo'lgansiz, omad sohibi bo'lgansiz deb aytib o'tyapti. Xo'p, yana nega munosabatlar chigallashyapti? Qanaqa hayotda yashagansizlar bu inson bilan? Xo'p, bu inson bilan qanaqa hayotda yashagansizlar? O'yin kulguli hayotda yashagansizlar. O'yin kulguli vaziyatlar ko'p bo'lgan sizlarda. Xoh yigit qiz bo'lsin, xoh oilalilar bo'lsin. Oilalilar bo'layotgan bo'lsa, rosa baxtli, farovon oila hayotda yashaganlik ko'rinyapti. Hozirda esa ikkilanishlarga tushib qolgansizlar. Juda ham ikkilanishlar bo'lyapti hozirda hayotingizda, unda ham, sizda ham. Nega bunaqa bo'lyapti? Ikkalangizni ikkiga bo'lib qo'yishgan. Menimcha qandaydir o'qituvlar bor sizlar hayotlaringizda, menimcha o'qituvlar bor. Qandaydir o'qituvlar bor hayotingizda. Hayotingizni chigallikka olib kelayotgan o'qituvlar bor. Qanaqa ahvolda? Nega bunaqa bo'lyapti? Nimaga o'qituv qilyapti bu insonlar sizlarga? Kim qilyapti? Bilasizmi, bu insonlar sizga taqdir tomonidan go'zal hayotingizni ko'rolmovchi insonlar bo'lgan vaqtida. Yoki oila tomonidan yo do'stlar tomonidan sizlarni hayotlaringizda, sizlar munosabatlaringizni ko'rolmovchilar bor tashqi muhitda. Ikkiyuzlamachi insonlar bor. Bular o'zlarini do'st qilib ko'rsatyapti. Xuddiki sizlarga mehribon qilib ko'rsatyapti, lekin ich-ichidan bilasizmi, bu inson sizlarga do'st emas, ich-ichidan dushmanlik qilayotgan insonlar. Bu sizlarni munosabatlaringizni, sizlarni bir-biringizga bo'lgan mehr-oqibat, sevgi, muhabbatlaringizni ko'rolmayotgan insonlar bor. Oilasi yo oilalilar bo'layotgan bo'lsa, oilasida yoki bunday gaplashib yurayotganlar bo'lsa, atrof muhitdan. Keyin bilasizmi, o'qituv bor degan narsaga o'qituv aniq, konkret bor bu yerda, chunki shayton kartasi tushdi. Shayton kartasi bu o'qituvlik, chorniy maga shunaqa narsalarni anglatadi. Sizlarning munosabatlaringizda agar oilali bo'layotgan bo'lsangizlar, issiq-sovuq qilib bir-birlaringizga bo'lgan munosabatlarni sovutayotgan insonlar bor. Bu insonlar xo'p ochilib ketadimi?
ochilib ketadi. Bu insonlar qilgan ilm amallar, ishlar ochilib ketadi. Qachonki o'zlaringiz harakat qilsangizlargina ochilib ketadi. Qandaydir bir ochirimlar qilishlaringiz kerak, bular o'qitgan narsalarga ochirim qilishlaringiz kerak menimcha. O'shandagina mana darvozalar ochilib, yorug' kunlar kelishi ko'rsatilyapti sizlarga. Yorug' kunlar kelishi ko'rsatilyapti. Bu inson, xo'p, aqlingizdagi insonning holati hozir qanaqa holatda? Aqlingizdagi inson holati qanaqa? Nimani o'ylayapti bu inson? Xo'p, bu inson bilmaydi, chunki hozir sizlarga o'qituv qilinganligini bu inson bilmaydi. Bu insonga aytgan bilan ishonmaydi, unaqa ishonadigan inson emas bu, unaqa nimasiga yuradigan inson emas. Xo'p, bu insonning hayotida nimalar bo'lyapti? Aqlida nimalar bo'lyapti? Qanaqa vaziyatlarda bu inson? Bu insonga pul kelishi bor. Qandaydir yoki pul kelishini o'ylayaptimi yoki bir pul topishni o'ylayaptimi, shunaqa mavzu va farovonlik. Xullas, u inson o'ylayaptiki, pul topsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi, farovon hayot kechirib ketamiz deb o'ylayapti. Hammasini pulga taqib qo'yapti. Menimcha farovonlikka pul kerak deb o'ylayapti. Yaxshi yashashimizga pul kerak. Qandaydir pul muammosi bo'yicha shunaqa bo'lyapti deb o'ylayaptimi deyman bu inson. Pul bo'lsa yaxshi farovon hayot kechiramiz, u yana qaytadi, u bilan yana munosabatimiz tiklanadi degan o'y xayollarni qilyapti bu inson. Yo'q, menimcha unaqa emas. Bu insonda o'qituv bo'lganligi uchun hozirda bu insonning boshi karaxt. O'zi nima haqida o'ylayotganligini o'zi bilmayapti bu inson. O'ziga nima kerakligini bilmayapti bu inson. Bu insonni dushmanlari bor ekan. Bilasizmi, o'qitish kerak, tozalatuv kerak, tozalatuv qilinishi kerak. Agar qilinmasa, menimcha munosabatlaringiz shu chigal holatda ketadi. Tozalatuvlar qilib, yana rasklad ko'rsatsangiz bo'ladi biron kimga. Lekin albatta tozalatuvlar qilish kerak, chunki dushmanlaringiz o'z ichlaringizda, menimcha kerakli insonlaringiz orasida dushmanlaringiz bor. Ikkinchi variant tanlaganlarda taqdir hukmi, ya'ni taqdir hukmi bilan sizlar birga bo'lgansizlar. Ikkinchi variant tanlaganlarda ham, ikkinchi variantdagilarda ham menimcha o'qituvlar bor yoki qarshichiliklar bor, rosa qarshichiliklar bor. Bu insonni ikkalangiz birga bo'lishlaringizga, yarashib ketishlaringizga, oilali bo'lsangizlar yoki birga turmush qurishlaringizga o'ta qarshichilik qilayotgan inson tasvirlandi bu yerda. Taqdir hukmi bilan, lekin bu inson sizni yaxshi ko'radi. Bu inson sizni deb turibdi. Qanchalik qarshichiliklar ko'rsatilmasin, aqlingizdagi inson sizni deb turibdi. Xo'p, dalsha. Lekin qat'iy qarshi inson bor ekan bularning hayotida. Nega qarshichilik qilyapti? Nima sababdan qarshichilik qilyapti? Ko'rib chiqamiz hozir bu insonga. Magiya, bunda ham ya'ni magiya kartasi tushdi. Bu inson bilasizmi, qarshichilik qilyapti. Agarda bu farzandimi, endi bilmadim, bu yoki tanishimi yoki kimidir bo'lsa ham, agarda bu yo'ldan qaytmasa, magicheskiy yo'l bilan qaytarib olaman degan xayollarda turibdi bu qarshichilik qilgan inson. Menimcha bu oilasidan kimdir, konkret oilasidan kimdir qarshichilik qilyapti. U qat'iyatli inson, juda ham qat'iy qaror qabul qilib turibdi bu inson. Juda jostki inson bu. Kuchli inson, juda ham bu insonni hayotida qarshichilik qilayotgan inson kuchli shaxs. Onasi menimcha yoki opasimi shunaqa kimdir bularning oilasida. Bu insonni sizga bo'lgan sevgisi bor, yaxshi ko'rishi bor, sizga talpinishi bor, lekin qarorlarni ola olmayapti bu inson. Ikkilanishlarda, qo'rquvlarda turibdi. Qanaydir bu inson qo'rquvda turibdi. Xo'p, ikkilanishda turibdi bu inson. Tarozini pallasini bir xil ushlay olmayapti. Qanaydir qaror qabul qila olmayapti-da bu inson. Sizni orzu qilyapti, xayol qilyapti, как будто yetisha olmayman degandek qilyapti-yu, lekin baribir orzularida, xayollarida borsiz siz. Rosa-ku sizni ko'p o'ylayapti bu inson. Bu insonga ham menimcha pul kelishi bormi yo pul uchun shunaqa bo'lyaptimi? Bu inson qo'rquvda turibdi. Bu inson to'siqlarni olaman deyapti-yu, lekin to'siqlarni yengib o'tolmayman deb o'ylayapti. Bu inson qo'rquvda, rosa qo'rquvda turibdi.
bu insonni qarshisidagi inson yo'l qo'ymaydi. Bu insonni ortiqcha qadam tashlashiga yo'l qo'ymayapti. Qaytarib olganda, xullas, qanaydir jostki inson bor ekan bu inson hayotida rosa. Xo'p, hozirda yo hunarga berilgan, yo mehnatga berilgan hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'yib, o'z ishi bilan ovoraligi ko'rinyapti aqlingizda insonni. Aqlingizda inson sizni go'zal tasvirlayapti, juda ham go'zal, chiroyli, o'ziga jalb qila oladigan, mehribon ayol deb tasvirlayapti. Rejalari bor, rejalarida borsiz, qanaydir rejalar tuzyapti aqlingizda inson siz tomonga, menimcha. Yo'q, lekin oldida qarshisida bir ayol kishi turibdi, juda ham qattiqqo'l ayol turibdi. Bu inson siz tomonga qadam tashlashiga qo'ymayapti bu insonni. Bu lekin qarorlarimni olaman deyapti, vaqt kerak ozgina deyapti, rejalar tuzyapti, vaqt kerak, vaqti kelganda men qarorlarimni olaman, men baribir bu insondan kechmayman degan qat'iy qarorda turibdi-yu, lekin har tomonlama bu insonni qo'l oyoqlari oldilari to'siq, qo'llari berkilgan, ko'zlari yopilgan holatda turibdi. Bu insonni qaytarib olyapti. Yo'liga to'g'anoq bo'layotgan insonlar rosa ko'p. Menimcha bu mavjud o'qituvlar ham bor. Bu insonga taqdir tuhfasi bor. Taqdir tomonidan qanaydir tuhfalar bo'ladi, o'yin kulguliklar, yaxshi hayotlaringiz keladi deyapti taqdir tuhfasi bilan. Bu albatta bu inson taqdir tomonidan birga bo'lamiz deyapti, qarorlarini qat'iy olaman deyapti. Albatta oladi, taqdir tomonidan qarorlari qat'iy. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qilichlar ustidan bu inson qilichini o'tkazib turibdi demay, qarorlarni qat'iy olib, nima qilib chiqadi. Siz tomonga qadam tashlaydi. Taqdir tomonidan albatta. Taqdir tuhfasi bor sizlarga qanaydir bir. O'sha bo'yicha yo'llaringiz ochilib ketadi, bu insonni ham mushkullari oson bo'lib ketadi. Qarshilik qilayotgan insoni ham menimcha yo'lidan to'g'anoq bo'layotgan inson ham menimcha yo'lidan chiqib ketadi bu insonni. Chiqadi yo'lidan. Bu inson yo'lidan olib tashlaydi to'g'anoq qilayotgan insonlarni. Lekin hozirda bilasizmi, hozirda bu insonga qarshilik qilayotgan inson ham siqilib qolgan qanaydir. Bu insonni to'xtata olmayman deb o'ylayaptimi yoki juda ham to'xtata olmayaptimi? Shunga o'xshash bir siqiluvlarga tushib qolgan bu insonga qarshilik qilayotgan, yo'liga to'g'anoq bo'layotgan inson ham. Chunki bu inson sizni juda ham yaxshi ko'rishini ko'rsatyapti. Siz tomonga juda ham qat'iy qarorlar qabul qilib turib olganini ko'rsatyapti. Ha, bu inson yengib o'tadi, barcha to'siqlarni yengib o'tadi. Albatta birga bo'lasizlar. Faqat vaqt kerak ozgina. Bu yengib o'taman, sabr qil degandek qilib o'ylayapti xayollarida. Xo'p, dalish yana nima bo'ladi? Dalish yaxshi kunlaringiz keladi. Albatta taqdir tomonidan sizlarga yaxshi kunlar keladi. Taqdirda o'zi mana to'siqlarni bartaraf etish ko'rsatilyapti. Yaxshi kunlar keladi, to'kin sochin hayot kechirasizlar. Mana qarshiliklar o'zi yechimini topadi deyapti vaqti kelganda va sizlar juda ham ajoyib bir hayot kechirasizlar. Mushkullaringiz oson bo'lib ketadi. Xudo uyalib qoladi qilgan ishlaridan yoki o'zi yomon ahvolga tushib qoladi deb ko'rsatyapti. Ozgina vaqt kerak. Lekin uncha ham kam emas, uncha ham ko'p emas. Birozgina vaqt kerak. Bu inson o'z ishlaridan o'zi uyalib yomon ahvolga tushib qolishi ko'rsatyapti. Faqat sabr talab qilaman sizlardan xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan barcha